Diqqat aholiga shoshilinch xabar: Ramazon oyi va sanasi qabul qilindi. Assalomu alaykum hammaga, aziz yurtdoshlar. Kelayotgan Ramazon bayrami bilan hammani tabriklab qolaman. Aziz yurtdoshlar, xullas ko'pchilik so'rayotgan, ya'ni Ramazon oyi va sanasi qachon belgilanadi, qachon Ramazon oyi boshlanadi deb. Aziz yurtdoshlar, videoni oxirigacha ko'rib, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'ramiz. Ya'ni videomizning oxirida hamma ma'lumotlarni aytib o'taman. Aziz yurtdoshlar, xullas ko'pchilik so'radi mendan, ya'ni Ramazon oyi qachon qabul qilinadi, qachon Ramazon bayrami boshlanadi deb. Yurtdoshlar, videoni oxirigacha ko'rsangiz hammasiga nima bo'lib qolasiz, eshitib o'tasiz. Xullas, men ham internetdan eshitdim, aniq sanasini aytib o'taman. Ramazon bayrami 2026-yilda qachon bo'ladi? Eshiting. Aziz yurtdoshlar, xullas 2026-yilda Ramazon bayrami, ya'ni Ramazon oyi fevral oyiga to'g'ri keldi. Ya'ni fevral oyining qaysi chislosi? 17-fevral emas, aziz yurtlar. Ko'pchilik shunaqa deb yuribdi ekan. 18-fevral yo aniqi 19-fevral yo 18-fevral Ramazon bayrami boshlanadi. Yurtdoshlar, hammani kelayotgan Ramazon bayrami bilan chin qalbimdan tabriklab o'tsam. Ko'pchilik mendan so'radi, Ramazon oyi o'zi qachon qabul qilinadi, unaqa deb. Mana va nihoyat oxiri qachon bo'lishini ham ma'lum qilishdi. Undan tashqari Ramazon oyida Hayit bayramlar qachon bo'ladi, aniqini biladiganlar kommentariyga yozib ketinglar. Men ham to'g'risi bilmayman aniq Hayit bayram qachon bo'lishini, lekin shu aniq sanasini bilaman. 70-80% aniq deb ayta olaman. Ya'ni men ham internetda oldim, xato kamchiliklar bo'lsa uzr. 18-19-fevralda boshlanishi mumkin. Ya'ni ertalabda. Hammani kelayotgan shu Ramazon bayrami, undan tashqari yangi fevral oyi bilan hammani chin qalbimdan tabriklab qolaman. Nega aynan sizlarga savol, nega aynan Ramazon oyi kundan kunga ertalashyapti? Ya'ni bilsangizlar, avval mart oyi boshlanargandi. Iminlar hozir fevral oyi o'tdi, keyingi oy endi adashmasam yanvar oyiga o'tishi kerak. Chunki bir oy kechik kelyapti. Ya'ni erta o'tib boryapti. Nima sababini biladiganlar kommentariyga yozib ketinglar. Mana shu kelayotgan bayram bilan chin qalbimdan hammani muborakbod qilaman. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying.